Uni mashinangni bittasi bilan ko'rdim. Oilalisan. Bilasan, yo molingga, yo joningga degan narsa bor. Og'aynimsan, shuning uchun ichma-ichib gapiraman. Bu narsalarni yig'ishtir. Buni oxiri yaxshi emas. Bo'ldi o'rtoq, tushundim. To'g'rilayman. Muslim, ukang bilan hali ham uy talashib yuribsan. Sharoiting bo'lsa bor. Alohida o'zing chiqib ket. Voy, bu dunyoda hammamiz mehmonmiz. Hech narsa olib keta olmaymiz o'zimiz bilan. Yoki nima, kafanni cho'ntagi bor deb o'ylaysan? Bo'ldi, o'rtoq. To'g'rilayman. Mani gapim Jasur sanga. Oxirgi paytda yaxshi topib ko'z tegmasin. Lekin ozgina o'zgarib qolding og'ayni. Kibrlanib qolsan. Mana buni to'yda qilgan ishing ham xunuk bo'ldi. Shuning uchun yetib qo'yish o'zim vazifam deb bildim o'rtoq. Alloh bir berib siniydi, bir olib siniydi. Sinovdasan. Hop. To'g'rilayman. Mana gapim senga o'rtoq. Yaxshi topib olsan, yaxshi joylardan kiyib olsan, yeganing oldingda, yemaganing ketingda, qimmat mashinadan olib olding. Mahallangga borganimda shu qo'shningga ko'p e'tibor beraman. Mening sharoit unaqa yaxshi emas o'rtoq. Qo'shni haqqi degan narsalar ham bor. Ozgina shu topayotganingni atasang yomon bo'lmaydi. Tushundim sanaqda. To'g'rilayman. Bolalar mana shu odatimiz yoqadi. Boshqa kuruvlarga o'xshab orqadan chaynab yurmaymiz. Yuzimizga tars etamiz. Ko'z tegmasin. Uni buni qo'ylaring. Bugun sohibi ehson yana baho bo'pti. Haqqiga duo qilib qo'yamiz endi. Dargohida qabul qilsin. Jonlaring sog' bo'lsin, bo'ldi menga. Boshqa narsa kerak emas. Bolalarni ko'p qildirishimiz kerak. Bizning yutug'imiz ham shunda. Ertaga yana ishmi? tez-tez yig'ilib turaylik.